Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Qarshilarda Labo. Esingizda bo'lsa, buni bitmagan holatlarini qo'yib ko'rsatgan edim. Mana, xudo xolasa guvoh bo'linglar, tayyor holatda. Ikki yon tomonlarida eshiklari bor. E'tibor qilinglar, ikkita halqa qo'yib berganmiz. Nimadir boylashga to'g'ri keladigan bo'lsa, boylab qo'ysanglar, qiltiqli joyda turadi. Oldi tomoniga mana ikki xonani ko'rishlik uchun akoshkalar qo'yib ketganmiz, ya'ni forchkalar. Oldi tomonida uzun narsalar bo'ladigan bo'lsa, kentdan forchkalar qilib berilgan. Aka, ana 3 ta lentasi nima deydigan bo'lsangiz, forchkani ochib yurishga to'g'ri keladigan bo'lsa, shu 3 ta lentaga boylab qo'yasiz. Shamolda xilpirab osilib yurmaydi. Bu yoq tomondan ko'rinishlari mana aka. Yonlarida eshiklarni qilib berganmiz. Ochilish yopilishlari ham juda ham bir yaxshi. Buni ochganingizda yana boshqacha atmosfera. Germetikalar nima deyapti? Germetikalar ham bir tekisda plavniy qilib berilgan. Afshubkasi nechchilik deydigan bo'lsangiz, oldi 2 yoni 6 mm bo'ladi. Orqasi 4 mm pressovniy fanordan qilingan keladi. Yon tomonlarda kalsolarga e'tibor qilasizlar. Bir tekisda qilib zavodskiy holatda natashkasiga e'tibor qilib qo'yasizlar. Tarangligi misoli baraban. Orqa tomondan amortizatorlari, ya'ni orqa eshiklar nasoslari ochilish yopilishlarini bitta ko'rasizlar, o'zingizlar guvoh bo'lib. Plavniy ko'tarib beradi akalar, zo'ra. Bu yoq tomondan ko'rinishlari. Balandligi necha bo'ldi aka buni deydigan bo'lsangiz, pol qismidan tong qismigacha 1.55 qilib berganmiz, standartlarga muvofiq holatda. Oldidan ko'rinishlar mana. Kabinasida necha chiqib turadi endi aka buni deydigan bo'lsangiz, 45-50 sm orasida chiqib turgan bo'ladi akalar. Akalar, kimga shunaqa tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar. Ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi narxlari hamyonbop va ko'ngillardan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringizga jo'natib qo'yinglar. Manfaatli bo'ladigan umiddaman. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.